Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa cheksiz maqtovlar bo'lsin. Janob Qirq payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Allohning salomi va salavatlar bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli musulmon bir-to'g'anlar. Qayradan sizlar bilan biz Ilm Keni kanali Abduqahhor domla menen jindir to'g'rali mayagimizda ulantamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh domla. O'tgangi saboqlaringizda da aytgan adamlarga aşık bolup kala turgan jindir turalı kenenirээк айтып берсеңиz, себеп дегенде адамдарга бул жиндердин ашык болуп калуусу адамдарга көбүрөөк зыяны тиеби, тийбейби, ошол жөнүндө көбүрөөк бизде суроолор түшүп атат. Эмне себептен адамдарга ашык болуп калат? Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Eng avvalo Alloh azza va jallaga maqtovlar va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga Allohning salom va salovatlari bo'lsin. Hozirgi vaqtda mana shu odamlar orasida juda ham ko'p tarqagan shunday bir musibatlardan hisoblanadi. Bu hozir berilayotgan savol, ya'ni oshiq jin. Bu oshiq degani suyib qolgan, jaqtirib qolgan. Bu meniki, bu mendan boshqasiga tegmaydi yoki bu ko'pincha shunaqa gaplarda eshitamiz. Bu meniki mendan boshqasiga tegmaydi, bu meni xotini, bu meni, hattoki buni qonidagi bola meniki degan shunday bir da'vo qilayotgan jinlarda ham eshitamiz. Bunga bu oshiq jin bilan balolanishlik yoki bu oshiq jin insonga kirib olishligi, albatta bu narsa boshqa jinlarga nisbatan qaraganda buni davolashligi yoki mana shu odamdan juda ham bir bu narsani ketishligi qiyinroq bo'lib hisoblanadi. Chunki suyib qolgandan keyin, yaxshi ko'rib qolgandan keyin ana shu bandaga yetishlikka, o'ziniki qilishlikka harakat qiladi. Bu oshiq jinning alomatlarini ham inshaalloh biz qisqacha qilib aytib o'tamiz. Hozir qaysi bir o'rinlarda bu narsa odamga, ya'ni erkak bo'lsin yoki ayol bo'lsin, yaxshi ko'rib qolish mumkin degan savol. Alloh azza va jalla panoh so'raylar dedi. Alloh taolo panoh so'raylar, ya'ni Allohdan panoh so'rab, mana shu jin shaytonlardan saqlanishlik uchun qilinayotgan har bir xatti-harakat bu ibodat bo'ladi. Jindan qo'rqib emas, sababini qilamiz, natijasi Allohdan. Shu oshiq yaxshi ko'rib qoladigan, shu odamni yaxshi ko'rib qoladigan o'rinlari bor. Agar mana shu o'rinlarda banda birontasida bo'lib qoladigan bo'lsa, albatta unga jin yaxshi ko'rib qolib unga kirib oldi degan narsa emas. Bu o'rinda kirishi ham mumkin, lekin kirmashi ham mumkin. Tajribadan kelib chiqqan holatda, yine ustozlarimizning so'zi, kitoblarda yozilgan holatlarda bandaga ayol kishi yoki erkak kishi bo'lsin, jinni suyib qoladigan o'rinlardan birinchisi kiyim almashtirilayotgan mahal deydi. Kiyim almashtirilayotgan mahalda bizni ko'zimizdan to'silgan mahluqlar, ya'ni jinlar bo'lishi, bu narsa ko'p holatlarda, masalan, har bir uyda jin bor deyapmiz. Mana shu holatlarda jin bo'lishi mumkin. Bu kiyim almashtiradigan ishxonalarda bo'lsin yoki uyda bo'lsin, kiyim almashtirilayotgan mahalda bismillahsiz agar kiyim almashtiriladigan bo'lsa, bismillahsiz yechildi yoki shu bismillahsiz shu harakatlar qilinayotgan mahalda agar bismillah aytilmaydigan bo'lsa, u banda jinni ko'zidan to'silmay qoladi. Agar bismillah deb shu banda kiyimini almashtiradigan bo'lsa, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, Allohning izni bilan, Allohning karimati, fazilatli ismi bilan ana shu jinni ko'zidan shu odam to'silib qoladi va jin u odamni badanini ko'rmaydi. Xossatan ko'proq ayol kishilarda bu jinlar ayolni badaniga oshiq bo'ladi. Ularda bu jin bir ayolga oshiq bo'lib kirishligi uchun u ayolni yuz ko'rinishligi u jinga ahamiyatli emas. Jinga ahamiyatli bo'lgan narsa bu badan. Ayol kishini badani jinni agar fitnaga solib, jinni ajablantiradigan bo'lsa, albatta bu jin ana shu mahalda qaslashmaydi,
atayin kirgizilgan sehr emas, balki oshiq bo'lib kirib jin bo'lib hisoblanadi. O'z xohlosini O'zini xohlosimi nimaga u kiyim almashtirilayotgan mahalda Allohning ismisiz shunaqa bir holda yechindi yoki kiyindi, ash mahalla jin uni ko'rdida, uni badaniga oshiq bo'lib, ash mahalla kirib oldi. Bu badan xuddiki bo'ldi, meniki yetishdi menga deydi, mana shu holatda kirib olishi xavf kattaroq. Aytmoqchi bo'lgan narsamiz, har qayerda Allohning ismi bilan bismillah bo'ladigan bo'lsa, birinchidan sunnat va bu qilinayotgan har bir bismillah bilan qilinayotgan amali inshaalloh ibodat bo'ladi. Jindan qo'rqibmas, meni uyimda jin bor ekan, men yechin yasa meni jin ko'rib turibdi ekan degan sezim bo'lish kerak emas odamda. Faqat sunnatga muvofiq Rasululloh bismillah bilan hamma ishni boshlagan deydi, mana o'ng tomondan boshlagan deydi. Shu ishlarni inshaalloh bajaradigan bo'lsa, mana shu odam birinchi oshiq jinni kirib olishligida birinchi holatdan saqlangan bo'ladi. Saqlanishlik uchun qilinayotgan har bir xatti-harakat bu inshaalloh ibodat bo'ladi. Keyingi mana birinchisi kiyim almashtirish bo'ladigan bo'lsa, keyingi holatlari bizda ko'p shikoyat qilinadi, ko'p uxlayotganligi haqida. Oshiq jin bilan suyib qolgan jin bu albatta ayolda emas, balki erkak kishida ham bo'ladi. Erkak kishini ham masalan urg'ochi ayol jin yaxshi ko'rib kirib olishi mumkin erkak kishiga. Erkak kishiga bu narsa bo'ladi. Inshaalloh bularda ham alomatlar bor, bularda ham aytamiz. Ayol kishida ham bu narsa ko'proq kuzatiladi bizda. Bu uyquni ko'p uxlashligi. Xossatan uxlanayotgan mahalda, mana yoz mezgilida, joy faslida, kunlar isigan mahalda uyqudan oldin, yotishdan oldin agar bismillah aytilmay yotadigan bo'lsa, bo'lib ham yalang'och badan bilan yotadigan bo'lsa, yoki o'ta yuqa kiyim bilan, shundayki kiyim kiyganda badanning rangi ko'rinib turadigan darajada yuqa kiyim bilan yotilgan mahalda, albatta u odamda shunaqa yotgan mahalda agar yotishdan oldingi duo aytilmasa, ya'ni Allohumma bismika ahya va amut, Allohim tursam ham, agar o'lsam ham sen isming bilan degan duo aytilmasdan u odam yotadigan bo'lsa, ana shu odamni yotishligi jinni ko'zidan to'silmaydi. Agar bismillah bilan yotadigan bo'lsa, inshaalloh u jinni ko'zidan to'siladi. Ana shu odamni yaxshi ko'rib qolib kirishligidan mana shu jindan Alloh taolo shu bandan saqlaydi. Chunki u yerda Allohning ismi bilan bu banda yotyapti. Ikkinchi sabablari mana shu birinchi, ikkinchisini aytasiz. Bu jilang'och bo'lib yotishlik shariatda misalda sünnet dualarını aytsa dağı, aytpasa dağı, jilang'och bo'lib yotishlik o'zi shariatda qanday? Mümkünmü jilang'och bo'lib yotishlik? Musulmon odam bir lahza ham o'limni esdan chiqarish kerak emas. O'ylaylik, men agar mash holatda o'lib qolsam, jilang'och bo'ydan odamlar meni qanday topadi? Kirdi, o'li yotibdi, misol uy bosib oldi deylik, yotibdi, uy bosib oldi, bu qirsiq bo'ldi, o'ldi hali odam. Kirsaki yalang'och yotibdi-da, qarang manzarani. Marqanda o'yga boraqdi. Qarang, bu narsani o'zi durust emasligi oddiy bir holatdan kelib chiqyapti. Shu sababdan o'zi asli jalang'och bo'lib yotishligi yoki shunaqa bir holatlarda behayolik bilan xatti harakat qilishligi, bu narsa agar Allohdan uyatmasang, xohlagan narsani qil deganda, uyatish kerak. O'shanda dili jilang'och bo'lib yotish makruh ekanda. Albatta, bu narsada endi masalan ba'zi bir odamlar o'sha o'ziga makruh deb biladi, ba'zi odamlar o'ziga ruxsat deb biladi. Lekin payg'ambarlardan bizga yetib kelgan so'z, agar uyatmasang, hayo qilmasang, xohlagan ishini qil deyapti. Uyatishimiz kerak. Hammomda bo'lsa ham uyatishimiz kerak, hech kim yo'q. Lekin uyataylik Allohdan uyatib, hattoki yotayotgan mahalda ham Allohdan uyatgan holatda, mayli agar ba'zi bir holatlarda, ba'zi bir sabablarga ko'ra kiyimsiz yotishlikka majbur bo'lib qoladi banda. Masalan, doktorda yoki bir kesilgan yeri bor, boshqa bir holat. Ash mahalda ham yotishdan oldin shu bismillahni aytib yotib, imkon bo'lsa Oyatul Kursiy o'qib yotadigan bo'lsa, inshaalloh mana shu bandani shu jin ko'rib, yaxshi ko'rib qolishligidan shu aytilayotgan duolar sababchi bo'lib qoladi inshaalloh. Keyingi holati
masalan, uchinchi jin yaxshi ko'rib oladigan holatlari hammomga duosiz kirishligi. Baynaga kiradida, o'ng putmi, chap putmi farqi yo'q, kirib ketilaveradi. U hammomga ham, masalan, baynaga ham, hattoki hojatxonaga ham kirayotganda qaysi putman kirishligi, qaysi putman chiqishligini payg'ambarimiz ta'limotini berib ketgan. Mana hojatxona bo'lib ham mana hammom baynalarda bu asosiy jinlarning makonlari hisoblanadi. Mana shu kelgandan keyin agar kirishdan oldin, xo'p, duosini bilmadi ham deylik, bismillah deb kirsin chap oyog'i bilan. Yo'q deganda demak. Yo'q deganda bismillah deb chap oyog'ini bosib kirsin bo'ldi. Yerda suylash mumkin emas baynada. Bismillah deganda, asha bismillah degan so'zi shu farishtalar yozadi, eshik tagida qoladi. Agar ichkariga kirib hammomda yoki hojatxonada gapiradigan bo'lsa, pok nurdan yaratilgan farishtalar asha sassiq joyga kirib, shu bandani shu amallarni yozishga to'g'ri keladi. Shu sababdan hojatxonada yoki hammomda gapirishlik harom bo'ladi, mumkin emas. Hammomga hojatxonada kirib, agar bismillahsiz kirib o'ylab qo'ying, yechilib cho'milayotganda yetakchilar qanday uni ko'rmay qolishi mumkin? Agar bismillah bilan kiradigan bo'lsa, inshaalloh Allohning ofiyati bilan, Allohning izni u banda shu jinlarning ko'zidan to'silib qoladi. Keyingi sabablari mana endi shu oshiq jinni yoki umuman jinlarning kirib olishining sabablari namozda bekam bo'lmasligi. Namozda bo'lmasam duolarda bekanmasda, ertamangi kechqurungi duolari yo'q, zikrlari yo'q. Zikr ham mayli deylik, shu namozda bekanmas. Bu banda namoz o'qiydigan bo'lsa, inshaalloh u bandadan shunaqa yomon qirsiqlar, yomon shunaqa bir holatlar, yomon jinlar uzoq bo'ladi Allohning izni bilan. Chunki Alloh azza va jallani payg'ambari mana elchisi payg'ambarimiz aytadi, qaysiki bir banda bomdod namozini jamoat bilan o'qiydigan bo'lsa deydi, asha banda Allohni qo'rg'osida bo'ladi. Allohning zimmasida, Allohning himoyasida bo'ladi deydi. Shu Allohning himoyasida bo'lgan odamga jin kirish mumkinmi? Allohning himoyasida bo'lgan odamga bir musibat yetishi mumkinmi? Agarda mana shu bandaga musibat yetadigan bo'lsa, Alloh taolo asha yetkizgan Allohning himoyasini buzishga harakat qilgan odamga Alloh taolo urush e'lon qilar ekan. U odamni albatta Alloh taolo mag'lub qiladi, u odamni yuzidan jahannamga sudrab tashlaydi. Shu sababdan mana bomdod namozini xossatan fazilati ko'p. Bomdod namozi undan boshqa namozlarga bekam bo'ladigan bo'lsa, oshiq jin emas yoki sehr yoki qasdlashgan o'ch olmoqchi bo'lgan jinlar emas, balki undan boshqa bir holatlarda ham u bandani saqlanishligiga mana eng birinchisi namozi va zikri sababchi bo'lib qoladi. Endi 5-inchisi oxirgisi bir odamga atayin jin kirgizildi, sehr qilindi. Mana shu sehr shu jasadda uzoq qolib ketishligi bilan, uzoq vaqt jasadda qolib ketishligi bilan mana shu sehr atayin kirgizilgan jin shu jasad yaxshi ko'rib olishi mumkin. Sehr qilingan, misol uchun deylik, ajratish kerak ko'p holatlarda. Bo'lmasam o'ltirish kerak. O'ltirish uchun shu vasvasa qilish kerak, qo'rqitish kerak. Ya'ni jin shu anaqa atayin kirgizilgan shu jin shu jasadda ko'p qolib ketishligi bilan mana shu jasadni yaxshi ko'rib oladi deydi. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, mana shu 5-holati shu sehrda inson muolaja qilinmasdan be'e'tiborlik bilan ko'p qolib ketishligi sababli mana shu jasaddagi jin jasadni yaxshi ko'rib olishlik xavfi bor. Shu ham sababchi bo'lib qolishi mumkin deyiladi. Shu holatlardan saqlanadigan bo'lsa banda inshaalloh shu oshiq jinda shu bandaga tegishligidan, yetishligidan, kirishligidan inshaalloh u banda sababini qilib qo'rg'onlangan bo'ladi va bu qilingan har bir sabab inshaalloh u bandaga ibodat bo'ladi.